Assalomu alaykum Uyg'ur vatandoshlar. Markaziy agentligining muxbiri Xi Xongru bugun 25-may Anqaradan yo'llagan telegramması. Jungo Xinjiang Avtonom rayonluq hökuməti Uyğur xalq sotini ayıplaydı Uyğur xalq soti Xinjiangga qarchaplash, Jungo hökumətinin ishki ishlariga aralashish, 25 milyon Xinjiang xalqining yuzi obro'yiga daxli targiz yetkizdi deb bildirlab so'zlagan. Tövəndə Xitay bayanatçılarının muxbirlarga so'zlagan axborot yig'ini. Bizning egallashimizcha, Jungoga qarshi bo'lgan Amerika boshchiligidagi G'arb dunyosidagi kuchlar, Dünya Uyg'ur qurultiyi qatorliq Sharq Turkiston tashkilotlari suiqasdlik niyati bilan Angliyada atalmış Uyg'urlarning alohida sotini qurgan. Ya'ni texi oldimizdagi yaqin vaqt ichida Uyg'ur sot hukm yig'inini ochmoqchi. Numussizlarcha mavjud bo'lmagan Xitoyning davatgan gapini ko'rdinglarmi? Mol egisidan o'g'ir kuchlik degan shu. Numussizlarcha mavjud bo'lmagan Xinjiangdagi irqiy qirg'inchilik masalasi to'g'risida ko'zdan kechirish, anglab chiqish sot yig'ini ochmoqchi. Hamda Xinjiangga irqiy qirg'inchilik qildi degan qalpoqni keydirish niyatida bo'lyotdi. Bundaq bir qonunsiz sotning dunyo xarakterini olgan, yolg'on yovdoq so'zga sot ichishi haqiqatan bir bema'nilik ish. Hamda butunlay xalqaro sot qonunini dafsanda qilganlik. Hamda haqiqiy irqiy qirg'inchilikning ziyonkashligiga uchirganlarga qilingan og'ir haqorat. Hem Xinjiangning 25 milyon her millat xalqiga qilingan ig'vogarchiligi. Buni biz qattiq ayıplaymiz va rad qilamiz. Uyg'ur alohida soti bo'lsa, g'arazli shaklda oldin ola qurilib chiqqan bir o'rin, maxsus shaklda dushman kuchlari bilan birlashib, Xinjiangga qarchaplab, Jungoning ishki ishlariga daxli taruz yetkazadigan sot organi bo'lib hisoblandi. Atalmış Uyg'ur sotining ichilgan soti chiqarilgan hukmlarning hammasi dushman kuchlarining Jungoni kontrol qilishining suiqasdining isboti. Bugun Beijing hukumatı muxbirlarga ochgan axborot yig'inida yuqorqi so'zlar deyilgan. Endi Uyg'ur sotining to'r betida mundaq yozilgan. Xitoy hukumatı uzluksiz Uyg'ur rayonida Uyg'urlar va Turkiy musulmon xalqlar ustidan dunyo qabul qilinmaydigan og'ir zulm va jinoyatlarni o'tkazgan deb yozilgan. Dünya Uyghur Qurultiyining raisi Dolqan Esa efendim, bultur 6. ayda rasmiy turda Angliyaning xalqaro darajalik advokati Jeffrey Nice efendiga taklif sunib, o'z oldiga mustaqil bo'lgan bir xalq soti qurib, Uyg'ur xalqining navbatda uzluksiz zulmga uchrayotganligini, hattoki bir irqi millatning yo'qolib ketish girdoviga kelayotganligini maxsus tushuntirgan. Natijada Dünya Uyg'ur Qurultiyining rahbarligida haqqoniyatni qo'llaydigan xalqaroliq advokatlarning qo'llashi bilan bultur 9 ayning 3-kuni rasmiy turda Uyg'ur xalq soti qurilgan. Bugun Shangang televizion stansiyasining xabar qilishicha, Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonining koni bo'lgan Xu Guishang bugun Beijingda muxbirlarni kutilish yig'inida shundaqda bildirildi-ki, Uyg'ur soti bo'lsa Amerika va G'arb dunyosidagi Jungoga qarshi kuchlarning qonunsiz soti g'arazli shaklda bu sotni qurib, Xinjiangga qarchaplash, Jungo hukumatining ishki ishlariga aralashganlik deb bildirildi. Xu Guishangning bu gapiga Dünya Uyg'ur Qurultiyining bayonotchisi Dilshod Rishit efendim jiddiy inkas qaytirib mundaq degan. Sen nimadan ansirayapsan? Xitoy hukumati Uyg'urlarga hech qanday ziyonkashlik qilmadik deb jo'ylayotgan yerda, muttahamlik qilayotgan yerda nimadan ansirab bundaq so'zlab ketib borsan deb javob qaytargan. Dilshod Rishit efendim bugun telefonda Markaziy agentlikning muxbiriga javob berib, mundaq degan. Xitoy davlati bo'lsa, irqiy qirg'inchilikning oldini olish va jazolash ahdnomasiga imzo qo'yuvchi davlatkan. Xitoy Uyg'ur millatiga qartilgan og'ir va sistemalik daxli taruz qilishi ahdnomasidagi irqiy qirg'inchilikning aniqlamasiga mos keladi. Ammo Jungoning zakaz qilish moddalari Jungoning xalqaro sud mahkamasi va boshqa xalqaro sudlarda arz qilish mumkin emas ekan. Shunga qurilib chiqqan mustaqil Uyg'ur sudi dalil isbot va faktlarga asosan va xalqaro qonun tartib bo'yicha ochiq sud ichib hukm chiqaradi ekan.
va bu orqali Uyg'ur xalqi qonuniy huquq yo'li bilan qonunning adil hukm chiqarish fursatiga erisha oladi ekan. Dilshod Rishit apandim muxbirga yana shuni ko'rsatdiki, Xitoy hukumati Uyg'urlar ustidan ilib borgan jinoyati bo'lsa, Uyg'urlarni o'ldirish, qul qilish, muddatsiz zindonga tashlash, ig'ir tan jazosi ilib berish, bosqinchilik va terrorlik harakatlarini ilib berish, majburiy tug'mas qilib etish, Uyg'urlarni majburiy yo'q qilib etish, Uyg'urlarning bolalarini onalaridan ayirib etish, Uyg'urlarni majburiy Xitoylar bilan to'y qilg'izish, majburiy Uyg'urlarning organlarini ilib setish. Bu so'zlaganlarim tek az bir qismi. Xitoy hukumati tushuntirib kelayotgan tarbiyalash markazi degani haqiqiy turdagi lager va usti ochiq turma. Xitoyning ilib borgan bu jinoyatlari haqiqiy turdagi irq qirg'inchilik jinoyati deb tushuntirgan.